Assalomu alaykum. Ismim Sidiqova Umida. Adras hostel rahbariman. Kecha bugun biz seminarda ishtirok etdik. Seminar juda ham bizga yoqdi. O'zimizga juda ham ko'p bilimlar oldik va xudo xolasa inshaalloh yana shunaqa seminarlar bo'lsa qatnashamiz. Здравствуйте, меня зовут Хрюшкина Екатерина, я пришла до тренинг с отеля Эстамакан. Мне очень понравился тренинг, я получила там много очень полезной информации в отношении внешнего вида, также обслуживания отеля. Благодарю за пройденный тренинг. Men Oydin Ahmadaliyeva, ichirish jarayonlaridagi qoidalar, turlari bo'yicha bosqichlarda ham qo'l keladigan umiddaman. Bunaqa seminar treninglar ko'p bo'lishini istab qolaman. Ismim Gamina Lakruz. Men Namangan mehmonxonasidan bugungi treningni 2 kun davomida Namanganda trening bo'lib o'tdi. Mehmonxonalar bo'yicha bunda yetarli bilim oldik, yangiliklarni o'rgandik. Biz yana shunaqa treninglar bo'lishini xohlardik va shuni tashkil qilgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Abduqahhor Nurjamol. Housekeepingga 2 kun seminarda bo'ldim. Menga juda ham yoqdi. Boshliqlarimiz ham juda ham yaxshi ekan va bizga yaxshi narsani o'rgatishdi. Va ular uchun rahmat.